Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugundan boshlab C++ dasturlash tilida asosiy darslarimizni boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz bizga C++ dasturlash tilida kerak bo'ladigan CodeBlocks dasturini o'rnatishni boshlaymiz. Bu dasturni o'rnatishimiz uchun biz istalgan qidiruv tizimida, ya'ni qidiruv brauzeriga CodeBlocks deb yozsak, rasmiy sayt chiqadi. Rasmiy sayt ustiga bir marta bosib, ichkariga kirib, bundan download degan tugmani bosamiz. Bu yerdan download qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, download binary release degan tugmacha bor. Aynan shu tugmachani bosamiz. Bu dasturda har bir operatsion sistema uchun o'zi belgilab qo'ygan fayllar mavjud, ya'ni Windows uchun, Linux uchun va Mac operatsion sistemasi uchun alohida berib qo'ygan fayllar bor. Bizda Windows bo'lganligi sababli biz Windows uchun kerak bo'ladigan CodeBlocks'ning compile bilan birga turgan qismi, ya'ni mana shu 4-da turgan qismini bosamiz. Bu yerdan sourceforge.net degan ustiga bosib, ichkariga kiramiz va bu yerda mana CodeBlocks oynasi ochiladi. Yuklab olish oynasi. Save file tugmasini bosamiz. Biz yuklab oldik dasturda. Ya'ni uni o'rnatiladigan faylni yukladik. O'rnatish uchun ustiga bir marta bosamiz va run tugmasini bosamiz. CodeBlocks o'rnatilish jarayonida next, I agree, next tugmachalarini bosib, oxirida install tugmasini bosganimizda install tugmasini bosishdan avval bizda o'sha dasturimizni qayerga yuklamoqchi bo'lsak, o'sha fayl Explorer'da biz uni belgilab olishimiz mumkin bo'ladi. Buni belgilab olib, install tugmasini bossak, bizga o'rnatishni boshlaydi dasturimizda. Dastur o'rnatib bo'lindi. Endi bizdan dasturni ishga tushiramizmi, yo'qmi deb so'rayapti. Agar ishga tushirmoqchi bo'lsak, yes tugmasini bosamiz va CodeBlocks dasturi ishga tushishni boshlaydi. Bu yerda OK tugmasini bosaveramiz. Bu yerda bizdan so'rayapti, CodeBlocks aynan qaysi dasturlash tili uchun foydalanasiz deb. Biz bu yerdan C va C++ degan qismini tanlaymiz va OK tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, CodeBlocks dasturini o'rnatib oldik. Endi bu dasturni ishga tushirishimiz uchun bizga compiler kerak bo'ladi. Setting tugmasini bosib, compiler bo'limiga kiramiz bu yerdan. Compiler bo'limiga kirganimizda bizda ushbu oynadan reset default tugmasini bosaveramiz. Yes tugmasini bosamiz. Bizdan so'raydi, avtocompiler o'rnatilsinmi deb. Mingway'da o'zi topib bo'ladi, Mingway dasturini. OK tugmasini bosamiz bu yerdan. Hozirgi darsimizda biz IDE'ni o'rnatib oldik va kompilatorni IDE uchun ko'rsatib qo'ydik. Keyingi darslarimizda unda yangi dasturlar yaratib ko'rishni boshlaymiz.